أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح أما بعد hurmatli tolibi ilmlar, sizlar bilan Imom Quduriyning muxtasarlarida Kitob-us Solada babu sifati solaga keldik. Namozni ado qilish kayfiyatiga. O'tgan darsimizda sizlar bilan namozni nima qilgandik? Tahrimasiga kelgandik. Tahrimani qay shaklda bajarilishini va tahrima qilar ekan nima deyishi kerakligini bayon qilib o'tdik. Allohu akbar lafzi bilan namozga shuru' qilishini aytdik. Imom Abu Hanifa bilan Imom Muhammadlarning nazdida zikr bo'lgan, ta'zim bo'lgan har qayu lafz bilan joiz ekanligini, ya'ni durust bo'lishini namozga kirishlik, ammo karohati bor ekanligini bayon qilib o'tdik. Imom Abu Yusufga xilof o'laroq Imom Abu Yusuf faqatgina Allohu akbar yoki Allohul akbar, Allohu kabir yoki Allohul kabir bilangina joiz bo'ladi deb aytganlar. Sababi Nabiy alayhi salatu vasallamdan vorid bo'lgan hadisda nima tahrimuha at-takbir deb aytganlar. Namozda tahrimasi takbir deb. Shu sababli KBR lafzidan nima moddasidan chiqqan lafz bo'lishi kerak deb aytganlar. Imom Abu Hanifa bilan Imom Muhammadlar esa Alloh taolo Qur'oni Karimda nima va zakarasma robbihi fasalla deb aytgan, Allohning ismini zikr qilib nima namoz o'qidi degan shu oyatdan kelib chiqqan holatda ta'zim bo'lgan har qayu nima zikr bilan kirish mumkin, ammo sunnat bo'lgan lafzni tark qilgan uchun karohat bo'ladi deb aytgan dedik. Ana shuni davomida musannif rahimahulloh aytdilarki va ya'tamidu biyadihi al-yumna ala al-yusra deb aytdilar. Va ya'tamidu biyadihi al-yumna ala al-yusra, o'ng qo'li bilan chap qo'liga nima qiladi? Tayanadi deb aytdilar. Tushunarlimi? Va ya'tamidu tayanadi. Biyadihi al-yumna, o'ng qo'li bilan ala al-yusra, chap qo'liga. Va yad'uhuma tahta surratihi, va u ikkisini, ya'ni o'ng qo'l chap qo'lni nima qiladi? Tahta surratihi, kindigini ostiga qo'yadi. Tushunarlimi? Xo'p, qachon qo'yadi qo'lini kindigini ostiga? Takbirdan keyinlar. Tushunarlimi? Takbirdan keyinlar qo'lini yonboshga tushirmasdan, Shofiiy mazhabida bo'lgandaka nima qiladi? Darroda nima kindigini ostiga qo'yadi. O'ng qo'lni chap qo'lni ustiga. Tushunarlimi? Ibn Abbos radhiyallohu anhudan adashmasam yoki Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bo'lgan rivoyatda aytadi, Nabiy alayhisolatu vasallam namoz o'qiyotganlarida yonlariga turib, chap qo'limni o'ng qo'limni ustiga qo'yganimda nima qildi? O'ng qo'limni chap qo'lni ustiga qo'yib qo'ydilar deydi. Tushunarlimi? Shu bilan o'ng qo'l chap qo'l ustiga qo'yilishini bilganmiz. Va nima qayerga qo'yiladi deyildi? Kindik ostiga qo'yiladi deb aytildi. Tushunarlimi? Ali radhiyallohu anhudan bo'lgan rivoyatda Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, inna minas sunna wad'ul yadil yumna ala al-yusra tahta surra deb aytganlar. Sunnatdandir o'ng qo'lni chap qo'lni ustiga, kindik ostiga qo'yish deb aytganlar. Tushunarlimi? Bu bir rivoyat va bu rivoyatda quvvatlab keladi. Imom Abu Bakr ibn Shaybani musannaflarida rivoyat qilingan hasan sanad bilan Alqamat ibn Voildan, u kishi otalari Voil ibn Hujr radhiyallohu anhudan aytadilarki, Nabiy alayhi salatu vasallamni namoz o'qiganlarini ko'rdim deydilar. O'ng qo'llarini chap qo'llarining ustiga, kindik ostiga qo'ygandilar deydi. Tushunarlimi? Shu ikki rivoyatdan kelib chiqqan holatda Hanafiy mazhablar nima qilgan?
kindik ostiga qo'yadi. Tushunarlimi? Endi Shofi'iy mazhabida kindik tep ustiga qo'yish bor. Tushunarlimi? Kindikni ustiga, kindikni ostiga emas, kindikni ustiga qo'yish bor. Molikiy mazhabida esa nima bor? Kindikni tepasiga qo'yish bor. Tushunarlimi? Kindikni tepasiga qo'yish bor. Lekin fazilat ularda nima? Qo'lni yonboshga tashlab turish. Tushunarlimi? Ularda fazilat nima? Yonboshga tashlab turish. To'rt xil rivoyat bor o'zi Molikiy mazhabida. O'shalardan biri bizga o'xshab kindik ostiga qo'yish, yana bittasi kindikni tepasiga qo'yish, yana bittasi nima? Yonboshga tashlab turish. Yana bitta rivoyat Shofi'iy mazhab bilan bir xil. Tushunarlimi? Birinchi darajali ularniki yonboshga tashlab turish. Ikkinchisi nima? Bizga o'xshab kindik ostiga qo'yish hisoblanadi. Tushunarlimi? Shofi'iy mazhabida ham bizning rivoyat bor, kindik ostiga qo'yishlik. Tushunarlimi? Hanbaliy mazhabida ham nima bor? Kindik ostiga qo'yish. Ya'ni to'rala mazhabda ham kindik ostiga qo'yishlik bor. Ammo u nima? Daraja. Bizda birinchi darajali amal bu. Bu boshqasi yo'q ham. Tushunarlimi? Chunki Ali radhiyallohu anhuning gaplari bu yerda mo'tabar. Ali radhiyallohu anhu bu gapni Nabiy alayhissalatu vassalom vafot etganlaridan keyin etgan va payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom oxirgi amallarini etgan. Chunki agar undan keyin boshqa amal qilganlarida edi Nabiy alayhissalatu vassalom qo'lni kindik ostiga qo'yish yoki tepasiga qo'yish xususida o'shani etardilar. Chunki u sunnat bo'lardi, undan oldingisi esa nima qilingan bo'lardi? Tark qilingan bo'lardi. Tushunarlimi? Lekin u kishini sunnatdan kindik ostiga qo'yish deganlaridan nima tushunamiz? Shunda qolgan. Tushunarlimi? O'shaning uchun biz Voil bin Hujr radhiyallohu anhuning rivoyatlarini biz nima deymiz? Uni quvvatlaydi deymiz. Chunki Voil bin Hujr radhiyallohu anhu 9-hijriyda kelgan. Tushunarlimi? Ya'ni Nabiy alayhissalatu vassalomning vafotlaridan 1 yil oldin kelgan u kishi. Tushunarlimi? U kishi 1 yil oldin kelgani uchun, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oxirgi amallarini ko'rgan. O'shaning uchun biz nima qilamiz? Shu harakatni olamiz. Ya'ni kindik ostiga. Tushunarlimi? Qolgan mazhablarda ham bu rivoyat bor, lekin ular nima? Boshqa rivoyatlari ularda nima hisoblanadi? Ustunroq hisoblanadi. Tushunarlimi? Shofiy mazhabida kindikni ustiga qo'yish yoki tepasiga, keyin esa ostiga. Molikiy mazhabida esa qo'li yonboshga tashlab turish, keyin esa nima turadi? Tepasiga, keyin ostiga turadi. Hanbaliy mazhabida ham bu rivoyat bor. Tushunarlimi? Masala nima? Afzaliyatda. Hanafiy mazhabi bu yerda Nabiy alayhissalatu vassalomning oxirgi amallarini olgan bo'lib, eng afzali nima deb aytishadi? Kindikni ostiga qo'yish deb aytishadi. Tushunarlimi? Xo'p, demak, qayerga qo'yish kerakligini aytdik. Endi masala chiqadiki, qay shaklda bo'ladi, uni kayfiyati qanaqa bo'ladi deydi. Chunki bizda ikki xil rivoyat bor. Ushladilar, o'ng qo'llari bilan chap qo'llarini ushladilar degan rivoyat bor va nima? Ali radhiyallohu anhudan kelgan qo'yishlik rivoyati bor. Bu ikki rivoyatni nima? Bilinglar, bizda dalil bor, ya'ni i'molul dalilayn muqaddam ala ihmoli ahadihima degan qoida bor. Ya'ni ikkala dalilni ishlatish, amal qildirish ikkalasidan birini tark qilishdan nimaroq? Muqaddamroq turadi. Tushunarlimi? O'shaning uchun modomiki ikkalasiga amal qilishga iloj bor bo'lsa, nima qilinadi? Ikkalasiga amal qilinadi deydi. Tushunarlimi? Shunga ko'ra ulamolar nima degan? Bizda ushlash bor. Mana bu holat, ya'ni o'ng qo'l bilan chap qo'lni nima qiladi? Bo'g'rini ushlashlik bor va qo'yishlik bor. Ya'ni jimjilo bilan bosh barmoq bilan nima qiladi? Halqa qiladi. O'ng kaftni ichi chap kaftni ustiga tushadi. Uchala barmoq esa nima? Bilak ustida turadi. Shu rivoyat bor. Bu qo'yishlik, bu esa nima? Ushlashlik. Tushunarlimi? Shu ikkalasiga amal qilgan holatda ba'zi ulamolar nima degan? Ikkalasini birlashtiramiz degan, bosh barmoq bu yerga jimjiloq bilan nomsiz barmoq yoki uzuv barmog'i bu bo'g'imni ushlaydi, mana ikkalasi tepasida qoladi deydi. Tushunarlimi? Shunda biz nima qilgan bo'lamiz? Qo'yishlik bilan ushlashlikni birlashtirgan bo'lamiz deb aytadi. Tushunarlimi? Ba'zi ulamolar esa aytadiki, bunaqa qiladigan bo'lsang, sen ikkala hadisga ham amal qilmagan bo'lasan deydi. Na qo'ygan bo'lasan, na ushlagan bo'lasan deydi. Tushunarlimi? O'shaning uchun nima deydi? Yaxshirog'i deydi, bir rakatda qo'ygin deydi, boshqa bir rakatda ushlagin deydi. Tushunarlimi? Bunda bir zarar yo'q. Ham nima qilgan bo'lasan, ikkala rivoyatga ham nima amal qilgan bo'lasan deydi. Tushunarlimi?
Tushunarlimi? Xo'p. Keyin nima qilar ekan? Demak, takbirdan keyin qo'lini o'ng qo'lni chap qo'lni ustiga, kindi ostiga qo'yar ekan. Thumma so'ngra nima? Yaqul deydi. Subhanakallohumma va bihamdik va tabarakasmuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk degan rivoyatni aytadi. Tushunarlimi? Subhanakallohumma bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Boshqa bir rivoyatda esa nima keladi? Va tabarakasmuka va ta'ala jadduk va jalla sana'uk degan ziyoda bor. Va jalla sana'uk degan ziyoda bor. Ammo bu rivoyat qadar sahih rivoyat bo'lmagani uchun farz va vojib namozlarda u etilmaydi. Tushunarlimi? Farz va vojib namozlarda jalla sana'uk ziyodasi qo'shilmaydi. Tushunarlimi? U qadar sahih rivoyatda kelmagani uchun. Va Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan davrlarida imomlikka o'tganlarida ba'zida deydi, mana shu sanoni ta'lim uchun, o'rgatishlik uchun ovozlarini chiqarib o'qirdilar deydi. Tushunarlimi? O'rgatish maqsadida ovozlarini chiqarib o'qirdilar deydi. O'sha yerda jalla sana'uk ziyodasi bo'lmagan. Tushunarlimi? Jalla sana'uk ziyodasi bo'lmagan. O'shaning uchun jalla sana'uk ziyodasi faqatgina nima? Nafl namozlaridagina nima qilish mumkin? Qo'shishlik mumkin, o'qishlik mumkin. Tushunarlimi? Farz va vojib namozlarda jalla sana'uk ziyodasi qo'shilmaydi. Hop, endi Imom Abu Yusufdan vajjahtu vajhi rivoyati keladi. Tavjih duosi vajjahtu vajhi lillazi xalaqas samawati val arda hanifa degan rivoyati uni ham Hanafiy mazhabida nima qilinmaydi? Mu'tamad emas. Tushunarlimi? Hanafiy mazhabida qabul qilingan faqatgina nima? Mana shu subhanakallohumma bihamdik. Tushunarlimi? Vajjahtu vajhini naflda o'qish mumkin. Naflda nima? Nafl chunki aytishadiki, nafllar qulaylik, kengchilik uzra barpo bo'lgan deydi, nafllar. Tushunarlimi? Qulaylik va kengchilik uzra barpo bo'lgan deydi. O'shaning uchun u yerda jalla sana'uk ziyodasini o'qsa bo'ladi. Vajjahtu vajhi rivoyatini ham nima qilsa bo'ladi? O'qsa bo'laveradi. Tushunarlimi? Ammo farz namozini masalasi farz bo'lgani uchun o'ta ehtiyot chorasi o'laroq nima u qadar sahih bo'lmagan rivoyatdagi narsalar nima qilmaydi? O'qilmaydi. Tushunarlimi? O'shaning uchun nima qilar ekan? Subhanakallohumma bihamdikni o'qiydi. U zotan o'sha vajjahtu vajhini o'qilmasligi sabablaridan biri ham o'sha Umar radhiyallohu anhuning amallari. Chunki u kishi nima? Ta'lim o'laroq shuni o'qiganlar. Subhanakallohumma bihamdikni o'qiganlar. Tushunarlimi? Shu o'qilish kerakligini bildirish maqsadida va bu narsani sahobalar hammasi nima hozir jam bo'lgan holatda qilganlar va birontasiga nima qilmagan? E'tiroz bildirmagan. Tushunarlimi? E'tiroz bilmaganligi bu bir navi nimaga aylantiradi? Ijmo' sukutiga aylantiradi. Tushunarlimi? Xo'p, demak, subhanakallohumma va bihamdikni o'qiydi. Buni imom ham o'qiydi. Yolg'iz o'qiyotgan odam ham o'qiydi, iqtido qilgan odam ham o'qiydi. Tushunarlimi? Faqat agar imom qiroatni boshlasa, orqada ergashgan odam nima qiladi? To'xtaydi. Tushunarlimi? Agar imom qiroatni boshlasa, orqada bu o'qimoqchi kimdir misol uchun sal kechroq kelib qoldida, imom qiroatni boshlagan bo'lsa, iqtido qilib jins turadi. Tushunarlimi? Buni o'qimaydi. Chunki buni o'qishlik sunnat. Tushunarlimi? Qiroatga quloq solishlik esa nima? Vojib. Tushunarlimi? Chunki Alloh taolo nima degan? Va iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu. Qachonki Qur'on o'qilsa, fastami'u lahu, unga quloq beringlar va ansitu va jim bo'linglar deb Alloh taolo aytgan. Tushunarlimi? O'shaning uchun nima bo'ladi? Jim bo'ladi. Xoh jahriy namoz bo'lsin, xoh maxfiy bo'lsin. Tushunarlimi? Xoh jahriy bo'lsin, xoh nima bo'lsin, maxfiy bo'lsin, o'qimasdan turadi. Bu bir ba'zi ulamolar, Imom Marg'iloniy kabi nima degan, imom to'xtagan paytda kalima qilib o'qib oladi deb aytgan. Tushunarlimi? Misol uchun alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim va bihamdi. Maliki yawmiddin va tabarak ismuk. Deb shuna qilib kalima qilib nima o'qib oladi deb aytishgan. Tushunarlimi? Xo'p. Keyin nima bo'lar ekan? Keyin va ista'izu billahi minash shaytonir rojim. Ta'awuzni aytadi. Tushunarlimi? Shaytonir rojimga qarshi
Alloh taolodan nima qiladi? Panoh istaydi. Tushunarlimi? Marjum bo'lgan, haydalgan, quvilgan shaytonga qarshi Alloh taolodan panoh so'raydi. Alloh taolo nima degan? Va idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim. Qachonki Qur'on o'qisang, shaytonir rojimga qarshi nima? Allohdan panoh ista deb Alloh taolo aytgan. O'shaning uchun ta'avvuzni nima qiladi? Aytadi. Tushunarlimi? Ta'avvuzni aytadi. Buni aytish nima bizda sunnat. Tushunarlimi? Ta'avvuz bizda nima? Sunnat. Endi ta'avvuz bizda qiroatga tobe. Tushunarlimi? Imom Abu Hanifa va Imom Muhammadlarga ko'ra nima? U qiroatga tobe. Qiroatga tobe bo'lganligining sababli buni faqatgina qiroat qiladigan odamgina aytadi. Ya'ni yolg'iz o'qiyotgan odam yo bo'lmasam imom. Tushunarlimi? Orqada iqtido qilgan odam qiroat qilmaganligi sababli u buni aytmaydi. Tushunarlimi? Imom Abu Yusufga xilof o'laroq Imom Abu Yusuf buni zikr deb olib, buni sanoga tobe deganlar. Tushunarlimi? Sanoga tobe deganlar. Bunga ko'ra muqtadi ham nima qiladi? Etadi. Chunki sanoni u ham nima qildi? Muqtadi, iqtido qilgan odam. Lekin nima gap kimni gapi? Imom Abu Hanifa bilan Imom Muhammadlarning gapi olingan bu narsadan. Bu narsa qiroatga tobe, shuning uchun qiroat qiladigan odamgina buni aytadi. Tushunarlimi? Va namozni hamma qiroatlari bitta qiroat hisoblangani uchun namozni ichidagi butun qiroatlar bitta qiroat hisoblangani uchun bir martagina aytiladi. Tushunarlimi? Bir martagina nima aytiladi? Ovozni chiqarmaydi. Ovozni chiqarmaydi, maxfiy ravishda aytadi. Va yaqro, keyin o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim deb o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim deb aytadi. Va yusirru bihima. Ikkalasini nima qiladi? Maxfiy qiladi. Tushunarlimi? Ikkalasini ham nima qiladi? Maxfiy qiladi. Tushunarlimi? Hop. Maxfiy qilinishini sababi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, arba'un yukhfihinnal imamu, to'rtta narsani imom maxfiy qiladi deganlar. O'sha yerda ta'avvuzni, basmalani, hamdalani, Robbana va lakal hamdni va aminni zikr qilganlar. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa rivoyat Ibrohim Naxoiydan ham kelgan, buyuk tobiindan. Abu Bakr ibn Abi Shayba rivoyat qilgan rivoyatda ham musannafda u kishi Ibrohim Naxoiydan ham xuddi shu narsa kelgan, faqat o'sha o'tda adashmasam 5 ta narsani zikr qilganlar, 5 ta narsani maxfiy qilinadi deb, lekin u ham u kishi sanoni qo'shganlar. Sanoni, ta'avvuzni, bismillahni, aminni va Robbana va lakal hamdni aytganlar. Shularni nima qiladi? Maxfiy etadi deb aytilgan. Tushunarlimi? Bu narsalar ijtihod bilan bilinadigan narsalar emas. Tushunarlimi? Bu narsalar nima? Ijtihod bilan inson ijtihod qilib maxfiy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi deb bilinadigan narsa emas. O'shaning uchun Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganliklaridan biz nima tushunamiz? Buni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan yo ko'rganlar, yo eshitganlar. Tushunarlimi? Keyin Anas radhiyallohu anhudan bo'lgan rivoyatda ham u kishi aytganlarki, Nabiy alayhisolatu vasallamning orqalarida Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhularning orqasida, Usmon radhiyallohu anhu orqasida namoz o'qidim. Ularni birontasini Bismillahirrohmanirrohimni jahriy qilganligini eshitmadim deganlar. Tushunarlimi? Jahriy qilganini eshitmadim deganlar. Endi bu yerdagi xilof o'zi Bismillahirrohmanirrohimni ustidagi xilof nimadan kelib chiqqan? Bismillahirrohmanirrohim Fotihani oyatimi, oyat emasmi degan masaladan kelib chiqqan. Tushunarlimi? Bismillah Fotihadan bir oyatmi, oyat emasmi degan rivoyatga kelib chiqqan. Shofiiy mazhabiga ko'ra Bismillah Fotihani bir oyati hisoblanadi. Tushunarlimi? Hanafiy mazhabiga ko'ra esa Bismillah Fotihadan bir oyat emas. Tushunarlimi? Endi sababi nima? Sababi mana Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Bismillahirrohmanirrohim jahriy qilganlarini eshitmadim deyapti Anas radhiyallohu anhu. Agar Fotihadan bir qism bo'lganda, uni nima qilgan bo'lardilar? Jahriy qilgan bo'lardilar. Tushunarlimi? Imom Shofiy rivoyat qiladilar. Imom Shofiiydan nima qiladi? Rivoyat kelgan. Nima jahriy qildilar degan. Uni biz aytamizki, uni xuddi o'sha ta'lim maqsadida nima qilganlar? Ovozlarini chiqargan bo'lishlari mumkin deb aytamiz. Tushunarlimi? Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zida peshin namozida ham nima qilib ko'rganlar? Ba'zi narsalarni ovozlarini chiqarib aytganlar. Holbuki peshin namoz hamma biladi nimaligini? Ovozsizligini.
Solatun nahori ajma degan Nabiy alayhisolatu vasallam kunduzi namozi tilsiz deb aytganlar. Tushunarlimi? Ya'ni ovoz chiqarilmaydi. Lekin shunga qaramasdan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi peshin namozida nima qilganlar? Ovoz bilan chiqarib qiroat qilayotganliklarini nima qilganlar? Bildirganlar. Ya'ni jim turilmaydi. Ba'zi nima bor? Qiroat bor degan maqsadda ba'zilar nima ovoz bilan chiqarganlar. Shunga bismillah ham nima qilganlar deymiz? Ta'lim o'laroq, ya'ni etiladi degan narsani bildirish uchun nima qilganlar? Ovoz bilan chiqargan bo'lishlari mumkin deymiz. Tushunarlimi? Lekin har doim qilmaganlar, chunki Anas roziyallohu anhu nima deyaptilar? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam orqasida Abu Bakr, Umar, Usmon radhiyallohu anhularning orqasida namoz o'qidim, ular bismillahir rohmanir rohimdan nima qilmasdi, ovozini chiqarmasdi deb aytgan. Tushunarlimi? Xo'p, bu bitta dalilimiz bismillahda ovoz chiqarilishi. Ikkinchi dalilimiz hadisi qudusiyda Fotiha surasini fazlini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayon qilayotganda aytadilarki, qachonki banda alhamdulillahi robbil alamin desa, Alloh taolo bandam meni maqtadi deb aytadi deydi. Ar-Rohmanir Rohim desa Alloh taolo bandam meni sifatladi, ulug'ladi deb keladi o'sha yerda. Muhimi o'sha rivoyatda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Fotihani o'qiganda bunday deganda Alloh bunday deydi, bunday deganda buni bunday deydi deb javob bergan. O'sha yerda bismillahni zikr qilmaganlar. Tushunarlimi? Agar bismillah Fotihani bir qismi bo'lganda nima deyishlar kerak edi? Qachonki u bismillahir rohmanir rohim desa Alloh taolo bunday deydi deyishi kerak edi. Ammo unaqa narsa yo'q. Tushunarlimi? Xo'p, endi ular tarafdan nima keladi? E'tiroz keladi. Lekin Qur'oni Karimda Alloh taolo va laqad ataynaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim degan. Senga biz sanolardan 7 tasini berdik degan. Uni mufassirlar ittifoqi bilan u nima? 7 sano Fotiha. Agar bismillah chiqarib olsak, Fotiha qancha oyat bo'lib qoladi deydi ular? 6 oyat bo'lib qoladi desa, biz aytamizki, yo'q deymiz. Oxirgi sizlar bitta oyat deydiganinglar aslida nima deymiz? 2 ta oyat. Chunki siratal ladina an'amta alayhim g'ayril maghdubi alayhim valaddallin deb keladi-ku. Bizda bu 2 oyat. Siratal ladina an'amta alayhim bitta oyat tugadi. 6-oyat tugadi. G'ayril maghdubi alayhim valaddallin mana shu bizda nima hisoblanadi? 7-oyat hisoblanadi. Tushunarlimi? Unda bismillah nimaga bor desa, biz aytamizki, Anas radhiyallohu anhu yoki Jabir bin Abdullah radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda aytadiki, Nabiy alayhissalatu vassalom bir sura bilan ikkinchi surani orasini qanaqlab ajratishni bilmasdilar, toki u kishiga bismillah tushgandan keyin ikki suralarning orasini shu bismillahir rohmanir rohim bilan ajratadigan bo'ldilar deymiz. Ya'ni bismillah bu Fotiha surasini nimasi emas, boshi emas, balki har surani boshida etiladigan narsa. Tushunarlimi? Har surani boshida. Boshida bo'lgani uchun ham nima qilinmaydi? Agar kimdir surani o'rtasidan o'qimoqchi bo'lsa, ta'avvuz bilan nima qilib ketadi? Boshlab ketaveradi. Tushunarlimi? Xo'p, va bu anaqa bo'lgani uchun, zikr bo'lgani uchun buni nima qilinmaydi? Ovoz chiqarilmaydi. Tushunarlimi? Anas roziyallohu anhudan ham bo'lgan rivoyatga ko'ra. Ana endi thumma yaqra'u fatihatal kitab. Keyin nima qiladi? Fotihani o'qiydi. Tushunarlimi? Fotihani o'qiydi. Shu Nabiy alayhisolatu vasallam la solata liman lam yaqra bi ummil kitab, boshqa rivoyatda bi fatihatil kitab degan rivoyat kelgan. Tushunarlimi? Fotihatul kitobni o'qimagan odamga namozi yo'q deb aytganlar, ya'ni namozi komil emas degan ma'noda aytganlar. O'shaning uchun bu rivoyatni olgan holatda biz nima deganmiz? Fotihani o'qish vojib deb aytganmiz. Tushunarlimi? Vojib deb aytganmiz. Fotihani mabodo nima qiladigan bo'lsa, unutib qoldiradigan bo'lsa, sajda-i sahv vojib bo'ladi. Hop, farz emas. Imom Shofi'iyda bo'lgandaka uni kecha aytib o'tdik. Biz nima olamiz? Oyatda mutlaq o'laroq kelgan nima degan? Ma tayassara minal Qur'an degan, Qur'ondan muyassar bo'lgancha deb aytgan. Mo bu yerda om lafz, ya'ni Qur'ondan deb bo'lingan har qaysi narsa bilan nima farz bajarilgan bo'ladi. Tushunarlimi? Ahad hadis bilan esa Qur'onga nima qilib bo'lmaydi? Ziyoda qilib bo'lmaydi, lekin biz unga ham amal qilgan holatda nima deymiz? Vojib deb aytamiz. Tushunarlimi? Va suratan ma'aha va u bilan birga bir sura bo'ladi, ya'ni kichkina bir sura. Au yoki salasa ayatin min ayi suratin sha'a. Yoki xohlagan bir surasidan 3 ta oyat. Tushunarlimi? Yo bitta qisqa sura
yoki nima bo'ladi? 3 ta oyat hisoblanadi. Tushunarlimi? Bu bilan u odam nima qilgan bo'ladi? Vojibni bajargan bo'ladi. Tushunarlimi? Vojibni bajargan bo'ladi, ammo sunnatni rioya qilmagani uchun makruhi tanzihiy bo'ladi. Tushunarlimi? Qiroatni sunnati bor, Zam surada qiroat sunnati bor. Nima hisoblanadi bu sunnat? Bomdod va peshin namozlarida mufassalni, ya'ni Hujurotdan pasini nima uzun suralari, bu qachon? Buruj surasigacha, Burujdan Bayyinagacha o'rtalar bu asr va xufton namozida, Bayyinadan u yog'i esa Nas surasigacha qisqa suralar, bular shom namozida o'qish sunnat hisoblanadi. Tushunarlimi? Shu sababli agar Zam suraga kichkina bir sura yoki 3 oyat o'qiydigan bo'lsa, u odam nima qilgan bo'ladi? Vojibni bajargan bo'ladi. Tushunarlimi? Ammo sunnatni tark qilgani uchun nima? Makruh tanzihiy bo'ladi. Tushunarlimi? Ana endi va idza qala al-imamu valaddallin qala amin. Qachonki imom valaddallin desa, qala amin, amin deydi. Va yaquluha al-mu'tammu, mu'tam imomga ergashgan odam ham, imomga ergashgan odam ham aytadi. Va yukhfiha, uni nima qiladi? Maxfiy qiladi. Tushunarlimi? Voil bin Hujr radhiyallohu anhudan bo'lgan rivoyatda Imom Hokim Mustadrakda rivoyat qilganlar, aytadilarki, Rasululloh alayhisolatu vasallam bilan birga namoz o'qidim. U kishi g'oyril mag'dubi alayhim valaddollinga yetib borganda amin dedilar va ovozlarini maxfiy qildilar deydi. Tushunarlimi? Maxfiy qildilar deydi. Bizlarga buni maxfiy bo'lishligida asos Qur'oni Karimdan oyat. Tushunarlimi? Aminni maxfiy etilishligi asos Qur'oni Karimdan oyat, chunki amin o'zi ikki xil shakli bor, yoki amin yoki amin. Tushunarlimi? Yo boshida mad bor yoki mad yo'q. Amin yoki amin. Amin deb meni shaddali qilib aytish xato. Tushunarlimi? Meni shaddali qilib amin deyish xato. Amin yoki amin hisoblanadi. Bu narsa nima degani? Buni ma'nosi istajib du'ana ya Alloh degani. Tushunarlimi? Ma'nosi nima? Istajib du'ana ya Alloh. Duolarimizni ijobat qilgin ey Alloh degani. Tushunarlimi? Bu esa nima? Duo. Bu narsa nima? Duo. Alloh taolo esa nima degan? Robbingizga tazarru va maxfiy ravishda nima? Duo qilinglar deb aytgan. Ud'u robbakum tadarruan va xufya. Robbingizga duo qilinglar nima? Tadarruan, tazarru qilib, yolvorib va xufya. Maxfiy ravishda duo qilinglar degan oyat bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amin deinglar dedilar. Va idza ammana fa aminu. Qachonki imom amin desa, sizlar ham amin deinglar dedilar. Shu bilan bilamizki, bu duo bo'lgandan keyin bu duoni qanaqa aytar ekanmiz? Qur'onning buyrug'i bilan maxfiy ravishda aytiladi. Tushunarlimi? Shofiiy mazhabiga xilof o'laroq, Shofiiy mazhabida bu nima qilinadi? Jahriy etiladi. Tushunarlimi? Jahriy etiladi. Endi ularni o'zini rivoyati bor, nima amin deganda masjid larzaga kelib ketdi deb aytadi ular. Tushunarlimi? Masjid larzaga kelib ketdi deydi. Birinchidan biz u hadisni sahih emas deb aytamiz, Hanafiy mazhabi. Chunki rivoyatda zaif odamlar bor. Shu sababli bu hadisni sahih emas deymiz. Sanad jihatdan. Ikkinchi bizning ma'nosiga, hadisning ma'nosiga ham Hanafiylarning e'tirozi bor. E'tirozi shu jihatdanki, irtajja deb rivoyat keladi, larzaga kelib ketdi deb. Irtijoj bo'lishi uchun masjid g'ish va g'ishli, qubbali bo'lishi kerak. Tushunarlimi? G'ishdan qurilgan devorli nima? Qubbali bo'lishi kerak. Nabiy alayhisolatu vasallamning masjidlari esa nimadan qilingan? Daraxtlardan va tepasida nima bo'lgan? Palma daraxtini yaproqlari bo'lgan. Tushunarlimi? O'shaning uchun o'tda larzaga kelish degan narsa tasavvur qilinmaydi. U tovushi ushab qoladigan narsa emas, jaranglar larzaga kelib ketsin. Tushunarlimi? O'shaning uchun ham sanad jihatdan ham ma'no jihatdan nima bizani bu hadisga nimamiz bor? E'tirozimiz bor. Ya'ni anaqadan e'tirozdan xoli emas bu hadis. Bizning hadisimizda esa Voil bin Hujr radhiyallohu anhu qilgan rivoyatda esa Imom Hokim rivoyat qilgan, Imom Tabaroniy, Imom Dorqutniy, Imom Ahmad, Imom Abu Ya'lolar rivoyat qilgan hadisda nima dedilar? Amin dedilar va ovozlarini maxfiy qildilar.
deb aytganlar. Bu e'tirozdan xoli bir hadis. O'shaning uchun nima qilinadi? Maxfiy etiladi. Keyin zotan nima oyatda ham nima buyrug'iga munosib va muvofiq. Tushunarlimi? O'shaning uchun ovoz chiqarilmaydi. Thumma yukabbir. So'ngra nima qiladi? Takbir aytgan holatda yarka, ruku qiladi. Tushunarlimi? Thumma yukabbiru va yarka, takbir etib nima qiladi? Rukuga boradi. Tushunarlimi? Takbirlar qaranglar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamdan bo'lgan rivoyatda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham har pasayganlarda va ko'tarilganlarda takbir etardilar deydi. Deb rivoyat keladi. Tushunarlimi? Shunga ko'ra bu takbirlar nima uchun? Bir holatdan boshqa holatga ko'chish uchun. Tushunarlimi? Bir holatdan boshqa holatga ko'chayotganini bildirish uchun. O'shaning uchun ko'chishni boshlanishida nima qilinadi? Boshlanadi. Ya'ni tikka turibdimi? Rukuga ketishni boshlayotganda Allohu akbar deydi. Tushunarlimi? Samiallohu liman hamidah deb turdimi? Sajdaga ketishni boshlaganda nima qiladi? Allohu akbar deb boshlaydi. Peshonasini qo'yayotganda nima qiladi? Tugatadi. Qo'y bo'lib tugatmaydi. Tushunarlimi? Qo'y bo'lib tugatmaydi yoki peshonasi qo'y bo'lgandan keyin Allohu akbar demaydi. Rukuga bor bo'lgandan keyin nima qilmaydi? Allohu akbar demaydi. Chunki bu nima uchun? Bir holatdan boshqa holatga o'tayotganini bildirish uchun. O't bo'lganini bildirish uchun emas. Tushunarlimi? Demak, summa yukabbir, so'ngra takbir etadi va yarka. Va nima qilar ekan? Ruku qilar ekan. Mana shu yerda qoldik. Inshaalloh qolganini keyingi darsda davom etamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.